shaharchasi xalqaro standartlarga mos ravishda bunyod etilgan, sport majmualarini o'zida jamlagan. Bu yerda yengil atletika, suzish, velosport, yakka kurash va boshqa sport turlari bilan shug'ullanish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan inshootlar sportchilarga yuqori natijalarga erishish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, majmua yirik xalqaro musobaqalar va sport tadbirlarini o'tkazish uchun ham muhim maydon vazifasini bajaradi. Olimpiya shaharchasining eng muhim jihatlaridan biri shundaki, bu yerda sport va ta'lim bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Shunchaki, hududda joylashgan O'zbekiston Davlat sport akademiyasi zamonaviy bilim va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bir vaqt o'zida Olimpiya shaharchasiga sportchilarni o'zi mana velodromda oladigan bo'lsak, velodromda bizda stol tennisi, qilichbozlik va velosport bo'yicha shug'ullanishadi. Bir vaqtda o'zida foydalanish mumkin. Bundan tashqari trenajyor zallari bor. Shaping zallari bor. Bitta o'shani o'zida. Sport o'yinlarini oladigan bo'lsak, sport o'yinlarini o'zida bitta katta markaziy o'yingohi, ikkinchisi mashg'ulotlar uchun o'yin. Olimpiya shaharchasi yosh avlodning zamonaviy va ma'naviy barkamolligini ta'minlashga xizmat qiladigan muhim maskanlardan biridir. Bu yerda yaratilgan sharoitlar sportga qiziqadigan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dodini ro'yobga chiqarish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga xizmat qilmoqda. Sport akademiyamiz 2024-yildagi prezidentimizning 197-qarori bilan qabul qilindi, ya'ni ochildi. O'zbekiston Sport akademiyasi ochilganiga hali ko'p bo'lmadi, ya'ni 1 yil bo'ldi, lekin sharoit ko'rib turganinglardek ajoyib sharoitlar shunaqa yaratilgan bu yerda. Talabalar uchun ham sport faoliyati, ham o'qish faoliyatini birgalikda olib borish uchun sharoitlar yaratilgan. Alohida ta'kidlashimiz kerak bo'lgan narsa shundaki, biz bu yerda o'zim magistraturada o'qib turib, ham ish faoliyatimni, ham o'qish faoliyatimni birgalikda olib boryapman. Professor o'qituvchilar bizga yordam beryapti bunda. Tajriba almashinuvi, tajriba yig'ish shu jarayondamiz hozir. Olimpiya shaharchasi yangi O'zbekistonning ertangi kunga qaratilgan muhim sarmoyasidir.